Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytayaptilarki, innar rizqa la yatlubul abda kama yatlubuhu ajaluhu. Ajali bandani qanday quvib yursa, rizqi ham xuddi shunday quvib yurar ekan har bir odamni. Va boshqa hadislarda aytiladiki, inson o'z rizqini to'la olmaguncha yoki yemaguncha hargiz bu dunyodan o'tmas deydi. Inson vafot qilsa nima deydi? Rizqi uzildi deydi. Ya'ni rizqi uzilibdi. Rizqi uzildi demak u joni uzildi. To rizqini yemaguncha uning joni uzilmas ekan. Halol rizq uchun harakat qilishimiz kerak. Ahli sunna va jamoaning e'tiqodida rizq, birodarlar, halol va haromga bo'linadi. Mu'tazilalar rizq harom bo'lmaydi deganlar. Ahli sunna va jamoa rizqni halolga va haromga ajratadilar. Halol rizqqa savob oladi, harom rizqqa banda gunoh oladi.